Ko'rib turibdimizki, mashg'ulot taxtimizda bugungi qo'y go'shti qo'rdig'iga ketarlik materiallar hazır bo'lib turibdi. Samatcha ustam tuanda hamda siz ko'rman do'stlarimizga qo'y go'shti qo'rdig'ini tayyorlashga ketadigan materiallarni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bugungi qo'y go'shti qo'rdig'iga ketadigan asosiy materiallarni tanishtirib o'tay. Buning asosiy materiallari qo'yning so'ngakli go'shti, seriq qizil sabzi, baranga, samsoq, baş piyaz, zencefil, kök kızılmış. Onundan başka özünüz yoqtiradigan va yoki pomidor bo'lsin, va yoki mayli xishbilak yoki palak qatorliqlarni aralashtirib iste'mol qilsangizmi, albatta bo'ladi. Buning asosiy ta'm xurishlari tuz muvofiq miqdorda, tetitqo muvofiq miqdorda, to'xtam javhari muvofiq miqdorda, to'xtam javhari. Shakardan oilada ishlanadigan qo'shiqda 5 qo'shiq ishlasak bo'ladi. Buning yana kavavacin, akmuş, qaqmuş ve pomidor qiyami, qızılmış çanalmış qatorliqlarni ishlatamiz. Bo'ladi. Unda bo'lsa biz oldi bilan go'shtni yong'oq cho'nligida to'g'rab olaylik. Oldi bilan biz qozonga muvofiq miqdorda yog' quyib olamiz. Yog' mushlik bo'lsa bo'ldi, bir taqsi qo'rimiga yetarli bo'ldi. Yog'ini quyib bo'lgandan keyin cho'qim shakar surishimiz kerak, bo'lmasa yog' qizgandan keyin shakar surasiz. Yaxshi bo'lmay qoladi. Kuyib tutadigan, yog' sarg'aymaydigan bo'ladi yuzda. Şekerini çıkargandan keyin qo'rning bilan farqirab, ishdan qo'zg'alib qarab turdim. Biz undan keyin kavachindan muvofiq miqdorda zencefilni, samsoqni, baş piyazını selib olamiz. Biz bunu qo'rib olgandan keyin bunga yana 2,5 bal qo'shib suv selib olamiz. 60dan yarım bal qo'shib qarab 60 selib olamiz.
2,5 bal qo'shiq, tuz, 1,5 bal qo'shiq, oqmas silib olganmiz. To'g'ri. Qizilmush chanalmasdan 1 qo'shiq, pomidor qiyamidan 1,5 qo'shiq silib olamiz. Bununla təxminən 5 kimi ətrafında su quyulacaq oldu. Biz qorumni qorub bo'lgandan keyin, temperaturani silib bo'lgandan keyin təxminən 4 kimishdən 5 kimish ətrafında su quyub, buni yeniq o'tda bo'sh qaynatamiz. Buni təxminən 8 minutdan 10 minutgacha bo'sh qaynatib olgandan keyin keyin Səvizlərini salımız. Səvizini sepib bo'lgandan keyin yana səvizini selib 3 minutdan keyin əngizə bərəngini salsaq buludu. Səvizi bərəngilab pişib bo'lgandan keyin əngiz biz ko'p qizilmush yoki mayli xisrak faoliyatlarni silib, tuz təmin etib iste'mol qilsak buludu. Təxminən 10 minutda pishirib bo'lgandan keyin biz səvizini sevallayın. Səvizini silib, səvizini çöktürməyəz. Səvizi qaynab, təxminən 3 minutdan 5 minut qaynağandan keyin andan biz bərəngini silib alsaq buludu. Əmdi biz bərəngini salsaq buludu. Bərəngini? Mən sep toqaymı? Çünki məşə aldıda bərəngi bilan səvizini oxşa sep saldığa ayıqalıb qoyub qalsa, bərəngi pişib ezib ayıqalıb qaldı. Aldıda bərəngini sep, keyin səvizini sep qalsa, bərəngi ezildi, səvizi pişmə yapaqdı. Şuna aldıda səvizini keyindən bərəngini salırız. Əmdi biz bununla az miqdarda tuz, bu, to'xtam javrsilib, tuz ta'min etib olamiz. Tuz ta'min etib bo'lgandan keyin ko'p qizilmushlarni silib, bo'ladi. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, chiqqan hunar, apchil qo'l mahoratlari birlashgan tushunishlik taom tayyorlash jarayonlaridan keyin yana amgikimizning dalili sifatida o'xshagan ham mizlik qo'ygish qurdiqi ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Biz tirishchilik bilan tayyorlagan bu film sizlarning tomoq tayyorlashinglarga zarracha ijobiy tushuncha hosil qila olsa, biz qilgan amgikimizdan intayin rozi bo'lgan bo'ldik.